Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Yangi qonun kuchga kirdi va bu oddiy odamlarning kundalik hayotiga bevosita ta'sir qiladi. Bu faqat yuristlar, tadbirkorlar yoki davlat idoralarida ishlaydiganlar uchun emas. Balki uy-joyi bor, mashina haydaydigan, kredit olgan, aliment to'laydigan, tadbirkorlik qiladigan, ijarada yashaydigan yoki oddiygina davlat xizmatlaridan foydalanadigan har bir fuqaro uchun muhim. Eng xavfli joyi shundaki. Ko'pchilik qonun o'zgarganini kech biladi. Keyin esa jarima keladi, ariza rad etiladi, hujjat qabul qilinmaydi, sud yoki ijro ishi boshlanadi. Shunda odam men bilmagan edim deydi. Lekin qonun kuchga kirgandan keyin bilmagan edim degan gap afsuski ko'p holatda javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men hozir oddiy tilda real hayotiy misollar bilan nimalar o'zgargani, kimlar ehtiyot bo'lishi kerakligi, qaysi hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerakligi va qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerakligini tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot sizga ham, yaqinlaringizga ham kerak bo'lishi mumkin. Avvalo, bitta narsani aniq tushunib olaylik. Yangi qonun kuchga kirishi degani faqat qog'ozda biror matn paydo bo'ldi degani emas. Bu amalda tartib o'zgardi degani. Ya'ni kecha mumkin bo'lgan ish bugun boshqacha rasmiylashtirilishi mumkin. Kecha og'zaki kelishuv yetarli bo'lgan joyda bugun yozma hujjat talab qilinishi mumkin. Kecha idoraga borib navbatda turish kerak bo'lgan jarayon bugun elektron shaklga o'tgan bo'lishi mumkin. Kecha kichik xato deb qaralgan holat bugun jarima yoki majburiyat keltirib chiqarishi mumkin. Oldin ko'p masalalarda odamlar keyin hal qilaman, tanishingiz orqali bilib olaman, og'zaki kelishib qo'yamiz, hujjatni keyin to'ldiramiz deb yurishardi. Masalan, kimdir uyini ijaraga beradi, lekin shartnoma qilmaydi. Kimdir mashinasini boshqa odamga ishonchnoma bilan beradi, lekin jarimalar kimga kelishini aniq kelishmaydi. Kimdir qarz beradi, lekin tilxat olmaydi. Kimdir tadbirkorlik faoliyatini boshlaydi, lekin soliq, kassa, hisob-kitob shartnoma masalalarini keyinga qoldiradi. Mana shunday beparvoliklar, yangi tartiblar kuchga kirgandan keyin katta muammoga aylanishi mumkin. Endi esa ko'p jarayonlarda asosiy talab bitta, hamma narsa hujjat bilan tasdiqlansin. Elektron tizimda ko'rinsin, muddatlarga rioya qilinsin, tomonlarning majburiyati aniq yozilsin. Davlat idoralari ham, sudlar ham, banklar ham, soliq organlari ham tobora ko'proq og'zaki aytdim degan gapga emas, rasmiy dalilga qarayapti. Telefon yozishmasi, shartnoma, ariza raqami, to'lov cheki, elektron bildirishnoma, kadastr hujjati, bank ko'chirmasi, soliq hisobotlari, ijara shartnomasi. Tilxat va boshqa yozma dalillar juda muhim bo'lib qoldi. Men birinchi navbatda shuni aytaman. Yangi qonun kuchga kirgandan keyin eng ko'p xato qiladiganlar bu o'z huquqini ham, majburiyatini ham aniq ajratib olmagan odamlardir. Fuqaro faqat menda huquq bor deb o'ylaydi, lekin menda majburiyat ham bor degan tomonni unutadi. Masalan, uy egasi ijarachidan pul talab qilishga haqli, lekin ijara munosabatini to'g'ri rasmiylashtirish majburiyati ham bor. Mashina egasi transport vositasidan foydalanishga haqli, lekin jarimalar, sug'urta, texnik holat va hujjatlar uchun mas'uliyat ham bor. Tadbirkor daromad olishga haqli, lekin soliq, hisob-kitob, xaridor huquqi va shartnoma shartlariga rioya qilish kerak. Birinchi real misolni olaylik. Faraz qiling, fuqaro o'z kvartirasini oyiga 3 million so'mdan ijaraga berdi. Oldin ko'pchilik buni og'zaki kelishuv bilan qilardi. Ijarachi pulni naqd beradi. Uy egasi hech qanday shartnoma qilmaydi. 1 oy hammasi yaxshi, 2 oy hammasi yaxshi. 3-oy ijarachi pulni kechiktiradi. Kommunal to'lovlar yig'ilib qoladi. Uyda biror jihoz buziladi. Uy egasi siz to'lashingiz kerak deydi. Ijarachi esa men bunaqa kelishmaganman deydi. Agar qo'lda shartnoma, topshirish qabul qilish dalolatnomasi, to'lov dalili bo'lmasa, nizoni isbotlash qiyinlashadi. Yangi tartiblar shuni ko'rsatmoqda. Mulk, pul va majburiyat bor joyda hujjat bo'lishi shart. Shartnomada ijara muddati, oylik to'lov, kommunal xizmatlarni kim to'lashi, uy jihozlari ro'yxati, garov puli bo'lsa uning miqdori. Muddatidan oldin chiqib ketish sharti aniq yozilishi kerak. Ikkinchi misol, qarz oldi berdi. Odamlar ko'pincha qarindoshiga, do'stiga, qo'shnisiga 5 million, 10 million, ba'zida 2 million so'mgacha qarz beradi. Uyalaman. Tilxat so'ramayman deydi. Keyin pul qaytmaydi. Telefon qilsa ko'tarmaydi. Yozsa javob bermaydi. Sudga bormoqchi bo'ladi, lekin qo'lida dalil yo'q. Bankdan o'tkazgan bo'lsa, maqsadini yozmagan, naqd bergan bo'lsa.
umuman isbotlash qiyin. Yangi huquqiy muhitda men hammaga bitta maslahat beraman. Qarz munosabatida uyalish kerak emas. Hujjatsiz pul berishdan uyalish kerak. Tilxatda qarz oluvchining pasport ma'lumotlari, qarz miqdori, berilgan sana, qaytarish muddati, pul qanday shaklda berilgani, foiz bo'lsa foizi, foiz bo'lmasa foizsiz ekani yozilishi kerak. Agar summa katta bo'lsa, notar rasmiylashtirish yoki bank o'tkazmasi orqali iz qoldirish yanada to'g'ri. Uchinchi misol, avtomobil. Mashinani boshqa odam haydayapti, lekin jarima egasiga kelmoqda. Masalan, avtomobil egasi mashinasini ukasiga yoki tanishiga bergan. U odam tezlikni oshirdi, qoidani buzdi, kamera jarimani qayd etdi. Jarima avtomobil egasi nomiga keladi. Egasi men haydamagan edim deyishi mumkin. Lekin buni o'z vaqtida va to'g'ri tartibda isbotlamasa, majburiyat undan ketmaydi. Shuning uchun avtomobilni boshqa odamga berayotganda sug'urta, ishonchnoma, foydalanish muddati, jarimalarni kim to'lashi? Yo'l transport hodisasi bo'lsa, kim javob berishi oldindan aniq bo'lishi kerak. O'zimizniki-ku degan yondashuv ko'pincha oilaning ichida ham katta kelishmovchilik chiqaradi. 4-misol, tadbirkorlar. Men alohida ta'kidlayman. Yangi qonunlar va yangi tartiblar tadbirkorlar uchun eng sezilarli bo'ladi. Chunki tadbirkor pul aylanmasi, mijoz, soliq, shartnoma, tovar, xizmat, xodim va reklama bilan ishlaydi. Masalan, kichik do'kon egasi mahsulot sotadi, lekin xaridorga chek bermaydi. Bir qarashda bu oddiy holatdek tuyuladi. Lekin keyin xaridor mahsulot sifatsiz chiqdi deb da'vo qiladi. Tadbirkor siz mendan olmagansiz deydi. Xaridor esa bank to'lovi yoki video orqali isbot qilishi mumkin. Yoki soliq organi savdo aylanmasini tekshiradi. Cheksiz savdo, norasmiy xodim, shartnomasiz yetkazib berish, hisob fakturasiz xarid keyinchalik jarima. Hisoblangan soliq faoliyatga cheklov yoki sud nizosiga olib kelishi mumkin. 5-misol, xodim va ish beruvchi munosabati. Juda ko'p odamlar sinov muddati, stajirovka, keyin shartnoma qilamiz degan gaplar bilan ishlaydi. 1 oy ishlaydi, 2 oy ishlaydi, keyin ish haqi to'lanmaydi yoki kam to'lanadi. Xodim mehnat qilganini isbotlashga qiynaladi. Ish beruvchi esa u rasmiy xodim emas edi deydi. Endi bunday vaziyatlarda xodim ham, ish beruvchi ham ehtiyot bo'lishi kerak. Agar odam doimiy ish bajarayotgan bo'lsa, ish vaqti, vazifa, ish haqi va bo'ysunuv tartibi mavjud bo'lsa, bu mehnat munosabatiga o'xshaydi. Demak, shartnoma, buyruq, davomat, oylik to'lovi, soliq va ijtimoiy to'lovlar masalasi rasmiy bo'lishi kerak. Ish beruvchi uchun ham bu himoya, chunki rasmiy hujjat bo'lsa, keyin asossiz da'volarga javob berish osonroq bo'ladi. Endi kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerakligini aniq aytaman. Birinchi guruh mulk egalari. Uy, yer, do'kon, avtomobil, ombor, ishlab chiqarish joyi yoki boshqa mol mulkingiz bo'lsa, hujjatlaringizni tekshiring. Kadastr, egalik huquqi, ijara shartnomasi, kommunal qarzdorlik, soliq majburiyatlari, garov yoki taqiq bor yo'qligini bilib oling. Chunki mulk bo'yicha kichik e'tiborsizlik, keyinchalik sotish, hadya qilish, meros, kredit olish yoki sud jarayonida to'siq bo'ladi. Ikkinchi guruh qarz, kredit va kafillik bilan bog'langan odamlar. Agar siz kredit olgan bo'lsangiz, kimningdir kreditiga kafil bo'lgan bo'lsangiz, bo'lib to'lashga narsa olgan bo'lsangiz yoki qarz bergan bo'lsangiz, barcha hujjatlarni bir joyga jamlang. Kredit shartnomasini o'qing. Kechiktirilgan to'lov uchun pensiya qancha, muddat buzilsa nima bo'ladi? Garovdagi mulk qanday tartibda undiriladi? Kafilning javobgarligi qayergacha boradi? Bularni bilish shart. Ko'pchilik kafil bo'lganda faqat imzo qo'yib beraman deb o'ylaydi. Aslida kafil ayrim holatlarda asosiy qarzdor to'lamasa, o'zi to'lashga majbur bo'lishi mumkin. 3-guruh tadbirkorlar va yakka tartibda xizmat ko'rsatuvchilar. Usta, haydovchi, tikuvchi, kosmetolog, repetitor, onlayn savdo qiluvchi, yetkazib beruvchi, kafesi bor odam, kichik ishlab chiqaruvchi, hammasi o'z faoliyatini hujjatli yuritishi kerak. Mijoz bilan kelishuv, to'lov, xizmat muddati, qaytarish sharti, kafolat, reklamada berilgan va'da, bularning hammasi keyin da'vo mavzusi bo'lishi mumkin. 4-guruh aliment, meros, nikoh, ajrim, bolaga vasiylik yoki oilaviy mulk masalasi nizosi bor odamlar. Yangi tartiblar kuchga kirganda oilaviy masalalarda ham hujjatning ahamiyati oshadi. Masalan, xotin uy olgan, lekin uy faqat birining nomida. Pulni ikkalasi topgan, ta'mir ikkalasi qilgan, kreditni ikkalasi to'lagan. Ajrim paytida bu uy kimniki degan savol chiqadi. Shuning uchun bank ko'chirmalari, kredit to'lovlari, ta'mir xarajatlari, kelishuvlar, nikoh shartnomasi bo'lsa, uning shartlari juda muhim. Kimlar hozir vahimaga tushmasligi kerak?
Agar sizda hamma hujjatlar tartibda bo'lsa, qarzdorliklarni o'z vaqtida to'layotgan bo'lsangiz, shartnomalarni o'qib imzolayotgan bo'lsangiz, davlat xizmatlarida ariza raqamini saqlayotgan bo'lsangiz, sizga asosiy xavf kamroq. Lekin bu umuman tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Qonun o'zgarganda eng to'g'ri yo'l vahim emas, tekshiruv va tartibga keltirishdir. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Qonun kuchga kirgan sana. Hamma o'zgarishlar bir kunda amalda bo'lib ketmaydi. Ba'zi qonunlar rasmiy e'lon qilingan kundan kuchga kiradi. Ba'zilari 1 oy, 3 oy yoki 6 oydan keyin kuchga kiradi. Ba'zi normalar esa bosqichma-bosqich joriy qilinadi. Demak, siz eshitgan yangilik aynan qachondan amal qilishini tekshirmasangiz, noto'g'ri xulosa qilishingiz mumkin. Men har doim rasmiy manbani ko'rishni tavsiya qilaman. Qonun matni, prezident hujjatlari, hukumat qarorlari, vazirlik izohi yoki davlat xizmatlari portali. Ikkinchi nozik jihat, eski munosabatlarga yangi qonun qanday ta'sir qiladi? Masalan, siz shartnomani 2 yil oldin tuzgansiz. Endi yangi tartib kuchga kirdi. Savol tug'iladi, eski shartnomangiz avtomatik o'zgaradimi yoki yo'qmi? Bu har doim ham bir xil emas. Ayrim holatda yangi tartib faqat kelajakdagi munosabatlarga tatbiq qilinadi. Ayrim holatda esa davom etayotgan majburiyatlarga ham ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun eski shartnomalarni qayta ko'rib chiqish kerak. Agar shartnomada muddat, penya, javobgarlik, bekor qilish tartibi eskicha yozilgan bo'lsa, tomonlar qo'shimcha kelishuv tuzishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, elektron xabarnomalar. Hozir ko'p bildirishnomalar elektron kabinet, SMS, mobil ilova yoki portal orqali keladi. Odam telefon raqamini almashtirgan bo'ladi. Lekin tizimda eski raqam turadi. Yoki elektron kabinetga kirmaydi. Keyin muddat o'tib ketadi. Masalan, jarima bo'yicha chegirma muddati bor, e'tiroz bildirish muddati bor, arizani to'ldirish muddati bor. Siz xabarni ko'rmaganingiz uchun muddat o'tib ketsa, uni tiklash har doim ham oson emas. Shuning uchun telefon raqamingiz, elektron pochtangiz, davlat xizmatlari portalidagi ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lishi kerak. 4-chi nozik jihat, og'zaki kelishuvning xavfi. Qonunda ayrim kelishuvlar og'zaki bo'lishi mumkin, lekin amaliy hayotda og'zaki kelishuv nizoda zaif dalil hisoblanadi. Masalan, usta uy ta'mirlaydi. Uy egasi 20 million so'mga kelishganini aytadi, usta 30 million so'm bo'lganini aytadi. Materialni kim olishi, ish muddati, kafolat, kamchilik chiqsa tuzatish xarajati kelishilmagan. Natijada janjal. Bunday vaziyatda oddiy yozma kelishuv ham katta muammoning oldini oladi. Hatto oddiy varaqda tomonlar imzosi bilan yozilgan shartlar ham keyinchalik dalil bo'lishi mumkin. 5-chi nozik jihat, birov nomiga rasmiylashtirish. Odamlar ba'zan mashina, uy, biznes, karta, telefon raqam yoki kreditni boshqa odam nomiga rasmiylashtiradi. O'zimniki, faqat nomi boshqada deydi. Huquqiy nuqtai nazardan esa hujjatda kim ko'rsatilgan bo'lsa, ko'p holatda asosiy huquq va majburiyat o'sha odamga bog'lanadi. Masalan, do'kon akangiz nomida, lekin siz ishlatyapsiz. Qarzdorlik chiqsa, soliq masalasi chiqsa, ijara nizosi chiqsa, kim javob beradi? Hujjatda turgan odam. Shuning uchun ishonch bor degan gap huquqiy himoya o'rnini bosmaydi. 6-chi nozik jihat, voyaga yetmaganlar va keksalar nomidagi mulk. Agar mulk bola nomida bo'lsa yoki keksa ota-onaning nomida bo'lsa, u bilan bog'liq bitimlar yanada ehtiyotkorlik bilan qilinadi. Sotish, hadya qilish, garovga qo'yish, ijaraga berish yoki ro'yxatdan chiqarish masalasida qo'shimcha talablar bo'lishi mumkin. Bu yerda shosharlik qilmaslik kerak. Hamma roziliklar, hujjatlar va vakolatlar to'g'ri bo'lishi shart. Endi eng muhim qism, siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy va aniq qilib aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, doimiy yashash manzili, telefon raqami, elektron kabinet, bank ilovalari, soliq ilovasi, davlat xizmatlari portalidagi ma'lumotlar mos keladimi? Shuni ko'ring. Agar telefon raqamingiz eskirgan bo'lsa, bildirishnomalarni olmay qolishingiz mumkin. Ikkinchi qadam, mulk hujjatlarini bir joyga yig'ing. Uy yoki yer bo'lsa kadastr hujjati, oldi-sotdi shartnomasi, hadya yoki meros hujjati. Ipoteka shartnomasi, kommunal to'lovlar, soliq qarzdorligi bor yo'qligini tekshiring. Avtomobil bo'lsa, texnik pasport, sug'urta, ishonchnoma, jarimalar, taqiq yoki garov holatini tekshiring. Buni davlat xizmatlari markazi. Tegishli elektron portallar yoki rasmiy ilovalar orqali ko'rish mumkin. 3-qadam, shartnomalarni o'qing. Ko'pchilik shartnomani oxirigacha o'qimaydi.
Ayniqsa kredit, ijara, xizmat ko'rsatish, bo'lib to'lash, kafillik, yetkazib berish shartnomalarida mayda yozuvlar juda muhim. Penya qancha, muddat buzilsa nima bo'ladi, tovar qaytariladimi, xizmat sifatsiz bo'lsa qanday tartibda da'vo qilinadi, nizolar qayerda ko'riladi. Bularni bilmasdan imzo qo'ymang. 4-qadam, qarz va to'lovlarni hujjatlashtiring. Naqd pul berganingizda tilxat oling. Bank orqali o'tkazsangiz izoh qismiga qarz, ijara to'lovi, xizmat haqi, mahsulot uchun to'lov kabi maqsadni yozing. Chek, kvitansiya, skrinshot, shartnoma, dalolatnoma xabarlarini saqlang. Telefoningiz buzilsa yoki o'chib ketsa ham muhim hujjatlar yo'qolib ketmasligi uchun ularni elektron pochta yoki bulutli xotirada saqlash foydali. 5-qadam, davlat idorasiga murojaat qilganda ariza raqamini oling. Og'zaki murojaat bilan cheklanib qolmang. Agar siz davlat xizmatlari markaziga, hokimlikka, soliq organiga, kadastrga, banka yoki boshqa tashkilotga murojaat qilsangiz, arizangiz ro'yxatga olinganini tasdiqlovchi raqam, chek yoki elektron bildirishnomani saqlang. Keyin murojaat qilgan edim deyish uchun dalil kerak bo'ladi. 6-qadam, muddatlarni yozib boring. Qonunchilikda muddat juda muhim. Jarimaga e'tiroz muddati, sudga murojaat muddati, shartnomani bekor qilish muddati, qarzni to'lash muddati, hujjatni yangilash muddati hammasi oqibat keltiradi. Oddiy kalendarga yozib qo'yish ham sizni katta muammodan saqlaydi. Masalan, 25 kun ichida javob berish kerak bo'lgan xatga 20 kuni javob bersangiz, imkoniyatni boy berishingiz mumkin. 7-qadam, tushunmagan hujjatga imzo qo'ymang. Bu juda muhim. Tezroq imzo qo'ying, hamma shunday qiladi. Bu rasmiyatchilik xolos degan gaplar ko'p uchraydi. Lekin imzo qo'yilgandan keyin u hujjat sizga qarshi ishlashi mumkin. Agar matnni tushunmasangiz bir kun vaqt so'rang, mutaxassisga ko'rsating, savol bering. Ayniqsa kafillik, garov, qarz, oldi-sotdi ulush, merosdan voz kechish, rozilik berish kabi hujjatlarda shoshilmang. 8-qadam, nizoni kechiktirmang. Agar sizga jarima kelsa, qarzdorlik chiqsa, da'vo xati kelsa, suddan xabarnoma kelsa, bank ogohlantirsa yoki idora arizangizni rad etsa, keyin ko'raman demang. Har bir holatda muddat bo'ladi. Avval hujjatni o'qing, nima talab qilinayotganini tushuning, keyin yozma javob tayyorlang. Kerak bo'lsa advokat yoki yuristga murojaat qiling. Birinchi bosqichda to'g'ri javob berish ko'pincha keyingi katta xarajatlarning oldini oladi. 9-qadam, oilaviy va sheriklik kelishuvlarini ham yozma qiling. Aka-uka biznes boshlasa, xotin uy olsa, do'stlar birga do'kon ochsa, boshida hamma ishonadi. Lekin pul kirganda, zarar chiqqanda, ajrim bo'lganda, meros masalasi ko'tarilganda, eski og'zaki kelishuvlar esdan chiqadi. Kim qancha pul qo'shdi, foyda qanday bo'linadi? Zarar kimga tushadi? Chiqib ketmoqchi bo'lsa, ulush qanday hisoblanadi? Bular yozilgan bo'lsa, munosabat ham, huquq ham yaxshiroq himoyalanadi. 10-qadam, rasmiy manbadan tekshiring. Internetda ko'p noto'g'ri xabar yuradi. Kimdir endi hamma jarimaga tortiladi deydi. Kimdir endi hujjat kerak emas deydi. Kimdir hamma narsa avtomatik bekor bo'ladi deydi. Bunday gaplarga ishonishdan oldin rasmiy hujjatni ko'ring. Agar tushunmasangiz, mutaxassisdan izoh so'rang. Yangi qonunning nomi, raqami, kuchga kirgan sanasi, qaysi moddalarga ta'sir qilishi va kimlarga tatbiq etilishi aniq bo'lishi kerak. Demak, yangi qonun kuchga kirgani oddiy xabar emas. Bu sizning pulingiz, mulkingiz, ishingiz, oilaviy majburiyatlaringiz, qarzlaringiz, shartnomalaringiz va davlat bilan munosabatingizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan muhim o'zgarishdir. Men ekspert sifatida eng asosiy maslahatni beraman. Vahma qilmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Hujjatlaringizni tekshiring, og'zaki kelishuvlarni yozma shaklga keltiring. Muddatlarni o'tkazib yubormang. Elektron xabarnomalarni kuzating va tushunmagan narsangizga imzo qo'ymang. Agar siz bu qoidalarga amal qilsangiz, ko'p muammolarning oldini olasiz. Agar e'tiborsiz qoldirsangiz, kichik xato katta jarima, sud nizosi, qarzdorlik yoki mulkiy yo'qotishga aylanishi mumkin. Shu mavzu bo'yicha fikringizni izohlarda yozing. Sizningcha yangi tartiblar odamlar hayotini yengillashtiradimi yoki ko'proq mas'uliyat yuklaydimi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'zini ham, oilasini ham himoya qiladi.